Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar, aziz vatandoshlarimiz. Biz ayni damda hozir Kazan shahridagi markaziy avtovokzaldamiz, ya'ni Kazanskiy avtovokzal, Sentralniy avtovokzal Kazan. Avtobusimiz mana Kazan avtovokzaliga kirib, hozirda parkovkada turibmiz. Avtovokzalimiz maydoni juda ham keng, bemalol yo'lovchilarga hamma sharoitlar yaratilgan. Sizlar ham bemalol kelib, dushanba, payshanba kunlari avtobuslarimiz harakati amalga oshiriladi. Ekrandagi raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Aynan mana shunaqa UzAvtoTransservis avtobuslarida Toshkent Kazan Toshkent yo'nalishlari bo'yicha dushanba va payshanba kunlari haftaning 2 kunida qatnovlarimiz amalga oshiriladi. Mana bu yerda ko'rib turganinglardek hovlisida, avtovokzalning hovlisida kutish joylari bor. Avtobuslarimiz mana shu peronlardan harakatlarni amalga oshiradi. Bu yerda mana avtovokzalimizning bino, asosiy binosi, bu asosiy binoda hostellari bor, bufetlari, ovqatlanish uchun issiq taomlari, hamma sharoitlari bor. Bemalol kutish zallarida chiptalarni olib avtobus reysini kutishinglar mumkin bo'ladi. Hamma sharoitlar yaratilgan, hammasi sizlar uchun. Dushanba, payshanba kuni UzAvtoTransservis bilan avtobuslarda Toshkent Toshkent yo'nalishlari bo'yicha harakatinglarni amalga oshirishingiz mumkin. Chipta narxlari va qolgan savollar bo'yicha ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumotlarni tunu kun olishingiz mumkin bo'ladi.